Akalar yana bir bor assalomu alaykum. Bu Oqtoyimiz oldin obzorni qo'ydim. Bu sotuvda. Hozir mashina qora bayri kelib qoldi. Marhamat ko'ringlar. Bu ham 2018-yil Captiva 4. Mana 90 mingdan oshiqroq yurgan. Holati a'lo. Krugovoy tonirovkasiga ruxsatnomalari bor. Xullas mashina полный mers hadovoylar qilingan. 908 pult, xullas minishga tayyor. Xudo xolasa расход Rasio degan mashinalarimiz bittasi mana shu bo'ladi. Mana salon holatlari ham o'ta ham akkuratli, bunaqa chiroyli cho'llar tashab qo'ygan. 2018 qizig'i mashinamizga oxirgi avlod propangazam ustanovka bo'lgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana detskiy sidinalari ham joyida. Propangaz. 2.4 motorda bo'ladi. Motor holatlarini ham ko'rsatib qo'yamiz hozir. Motor holatlar. Ko'ringlar. Kimga qiziq bo'lsa 15.700 dollar. Mana buni Devo mashinalarga barter qilamiz. Hop 7-8 ming puli borlarga bankam qilib bersak bo'laveradi 1 yildan 5 yilgacha. Xohlovchilarga dastavka qilib O'zbekistonning hamma viloyatiga yetkazib beramiz. Ko'ringlar, tanlaylar, mashinalarimiz sotuvda. Xullas, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yangilik zo'rlari hali oldinda. Mega Avto 7070 xizmatinglarda. Ko'rganda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Mashinamiz yoqqan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Qolgan gaplarni telefonda, Telegram, WhatsApp orqali, imo orqali gaplashsak bo'laveradi. Rahmat e'tibor uchun salomat bo'ling.